Futbol tarixidagi eng ko'p gol kiritgan jamoalar top 5 taliga boshlashdan oldin bitta gap, obuna bo'lishni unutmang. 5-o'rin Chelsea 1905-yilda London shahrida tashkil topgan. Bu klubga ingliz ishbilarmoni Gareth Smith asos solgan. Chelsea'da hozirgi kungacha 2227 ta gol, bularning hammasi 1156 ta o'yinda urilgan. 4-o'rin Arsenal 1886-yil Londonning Royal Arsenal zavodi ishchilari tomonidan asos solingan. Ulardan biri David Dancing klub tarixida muhim rol o'ynagan. Arsenalda hozirgacha 1164 ta o'yinda 2254 ta gol urilgan. 3-o'rin Bavariya 1900-yilda Germaniyada Myunxen shahrida tashkil topgan. Klubga Franz Jones asos solgan. Bavariyada 1060 o'yinda 2496 ta gol urilgan. 2-o'rin Real Madrid 1902-yil Ispaniyaning Madrid shahrida asos solgan. Klubning ilk rahbarlaridan biri Julian Palekis va shuningdek Padres aka-ukalar klubning rasmiy asoschilari bo'lgan. Real Madridda hozirgacha 1162 ta o'yinda 2630 ta gol urilgan. Va 1-o'rin 1899-yilda shveysariyalik futbol ishqibozi Joan Gamper tomonidan asos solingan. Hozirda uning hisobida 1193 ta o'yin va 2730 ta gol urgan. Sizningcha bu jamoa qaysi bo'lishi mumkin? Izohlarda yozib qoling. Siz bilan birinchi bo'lim Telegram kanali.